Assalomu alaykum. Ilon baliq ishqibozlari. Mana Xudo xolasa havolarim isib bahor kelib qoldi. Endi ko'pchilik ilon bosh boqaman deb qiziqqanlar endi bari havuz qilishni boshlaydi. Biz ham havuz qilganmiz mana o'tgan yil bahorda. Xullas men ham boshida mana arzonroq ko'k salafandan yozdim. 2 oyga yetmasdan kuyib ketdi avtoda. Keyin mana qimmat o'sha Parnikidagidan Eronnikidan olib yozdim yana. O'sha 3 yil 4 yil yarında berishdi. Lekin bu ham kuyar ekan mana. Mana shu bu yoqdan quyosh chiqadi. Mana shu quyosh tushgan taraf kuydi bari. Kimgadir foydali bo'lishi mumkin. Mana shu quyosh ko'proq tushadigan tarafiga iloji bo'lsa hali hozir mana qopda materialiga o'xshagan materiallar chiqqan. Metrovoy. Mana shu salafanning ustidan yozib yuborilsa juda maqsadga muvofiq bo'lar ekan agar. Salqin qilib turadi-da, salafanning umri uzayadi. O'sha qimmat salafanda bu ham. Bu ham shu quyosh tushgan joylar kuyibdi. Men ham mana shu tarafiga o'zi o'sha materialni yozib olishim kerak ekan. Ko'limizning holati shu. Baliqlar mana shu qamishlar tagida yotibdi hozir. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'lasizlar.